Sergeli mashina bozoridan zarar ko'rganlarning ikkinchi qismi. Er-xotin Sirdaryolik 3 nafar farzandi bor va ushbu er-xotin mashina olaylik deb yaxshi niyatda Sergeli mashina bozoriga kelishadi. Sergeli mashina bozoridagi firibgar hoji akalar ushbu er-xotinni aldab, suldab $12,000 turadigan Gentra mashinasini kreditga berishga va'da berib, shartnomasini o'qitmasdan $12,000lik Gentra mashinasini $36,000 ga sotib yuborishadi. Shartnoma shartini bilmagan, o'qib chiqmagan holda imzo qo'ygandan so'ng ular mashinasini minib, o'zlarini nomiga o'tganligidan xursand bo'lib, uyiga ketishadi. Lekin oyma-oy to'lanadigan kredit summasi ularni chaqishni boshlaydi. Nega deysizmi? Ro'zg'ordan orttirib, bola chaqaning rizqini qiyib, kredit to'lash oson emas. 1 yil kredit to'lab charchab qolgan oila mashinani qaytarib kredit tashkilotiga berishni rejalashtiradi va Toshkentga kelishsa, ushbu kredit tashkiloti yo'q. Keyin mashinani qaytarib to'laymiz deysiz, mashinani 8,000-9,000 narxlab, agar istasangiz 8,000-9,000 ga narxlab olib qolamiz va kreditingizning bir qismi so'ndiriladi. Lekin qolgan qismini to'lashga majbursiz deb ham mashinani olib qolishga harakat qilishadi, ham qolgan summani ham undirishadi. Ya'ni u yerda juda katta summa, $36,000 bitta Gentrani puli bilan qutulib bo'lmaydi. Shunday ekan, er-xotin kredit to'lashni hozir ham davom etmoqda. Endi o'ylab ko'ring, kreditga olayotgan narsangizni, kredit shartnomasini o'qish kerakmi yoki yo'qmi? Mashina olyapsizmi? Albatta, kreditga olsangiz, uni kredit shartlarini, kredit so'ndirilib tugatilgandan so'nggi narx qanday bo'lishini, dastlabki summa bilan so'nggi summani o'rtasidagi tafovut qancha ekanligini, yillik foizi qancha ekanligini surishtirib, undan keyin kredit olishga harakat qiling. Bo'lmasa, agar shartnoma shartini o'qimasangiz, hoji akalarning qo'lida qurbon bo'lishingizga to'g'ri keladi. Shunday ekan, kimdir hoji akalardan kreditga $12,000lik Gentrani $36,000 ga olgan bo'lsa, shunday do'stlaringizga tashlab qo'ying ushbu video.